Bugun yana Jizzax viloyati Jizzax shahrida Sirojiddin Odilovni sudlarga kelganmiz. Sud tergovi tugadi. Keyingi sudda, ya'ni kelayotgan bu hafta emas, undan keyingi haftani seshanba kuni, bugun seshanba, bir haftadan keyin sud muzokaraga o'tadi va menimcha shu kuni hukm ham aniq bo'lsa kerak. Ko'pchilik duo qilib turibdi, ko'pchilik ko'rib bilib turibdi. Mana bugun sud tergovida ham aynan ko'p narsalar isbot yo'q, dedi quruq gaplar va yana eng e'tiborli jihati tergov davrida Sirojiddin akaga himoyalanish uchun imkoniyatlar yaratilmagan. Faqat ayblashga bo'lgan harakatlar bo'lganini bugun sudda ham ko'rdik. Agar fikr bildiradiganlar bo'lsa, keling Shuhrat. Yana bitta trendga chiqamiz. Ishamiz bugun ikkala. Yo'q, men anaqa narsa. Qarang, Jahongir aka, bitta narsa qiziq tug'ilyapti. Mana Tuchqo'la bo'yicha ham eshitdik hamma narsani. Plus qolgan audio zapislarni ham eshitdik. Ya'ni Sirojiddin aka har bitta qilgan ishida nima qilgan? Telefon avtomatik zapis qilgan. Ularni qanaqa rahmat aytayotgani, nima deyotgani, ya'ni biz bu narsalarni eshitdik-da. Bitta yana qizuv narsa. Qarang aka, siz ham 20 million pul olgansiz ulardan, to'g'rimi? Shartnomasi. Ne sizni tiqib qo'yishmadi, Sirojiddin media hozir o'tir. Bilmasam yoki. Shartnomam bor menda. Shartnomangiz? Unda ham shartnoma bor-ku. Lekin Sirojiddin akaga bitta narsada qarang, e'tibor qiladigan tarafi bular summani 15 million, 20 million deyapti-yu. To'g'risi men bormayman. Mana Sirojiddin aka oz xarajat. Mana 15 million, 20 million desa, o'sha hisobini 7 marta, 8 marta Navoiyga yo bir joylarga borganlar, viloyatlarga. Har bir borish xarajati nolga teng. Yo'q, u narsani ko'rdik mana sud jarayonida ham. Yana menga qiziq bo'layotgan narsa, mana hozir prokurorga ham savol berdim-da. Prokuror, sizga bitta savolim bor. Bu provokatsiya emas, bu boshqa emas, savol beraman. Shuncha mana protsessni ko'rib turibsiz. Bu yoqdan keltirilayotgan dalillarni ko'rib turibsiz. Mana shu odam hozir shu yerda o'tirishga loyiqmi deyapman? Prokurorga. Men javob bermayman dedilar, ketdilar. Hali javob bermaslik avvalambor prokuror o'zini bo'ynida. Bitta narsani men tushunib yetdim. Birinchi o'rinda odam 200 kilometr bo'lish kerak emas-da, prosta. Ishi bityapti, rahmatli aytishyapti. Telefonda o'rtoqlar kim nima deydi, nima qo'yadi qiziq emas. Dalillari turibdi. Rahmatli aytib ishi bitgani to'g'risida, boshqasi to'g'risida-yu, hammasi to'g'risida rahmatini aytishyapti-da. Qaysi bet bilan yana men bu yerga sudga kelib, men da'voyim bor deyishyapti, men unisini tushunmadim. Yana eng qiziq, hammasi bitta joydan. Hamma jabrlanuvchilar bitta joydan topilgan. Samarqand Pastorg'on tumani. Samarqand Pastorg'on tumani. Boshqa joyda jabrlanganlar yo'qmidi? Nima, imенно Siroch aka faqat o'sha Samarqand Pastorg'onga borib jabrlantirish uchun borganmi? Avvalambor, mayli, bu dunyo o'tkinchi dunyo, hammamiz o'tamiz, ketamiz. Ertaga Xudoning oldida javob berish bor, hamma Xudoning oldida javob beradi. Men nima demoqchiman? Dalillari bilan u yoq tarafni da'volari bir-biriga solishtiradigan bo'lsa, o'tgan safar ham aytdim. Aqli bor yurist prosta ko'rsa bu narsani kuladi-da. Kuladi. Oddiy yuridik tushunchasi yo'q odam ham bu jarayonni ko'rsa kuladi prosta. Hozir o'sha Sirojiddin akaga meni ishimni hal qilib beraman deb pul oldi degan yozib bergan odamlarning audiosini eshitdik. Mana hamma eshitdi, faqat biz emas, hamma. Sirojiddin akadan so'ragan, ishimni hal qilib berasizmi deganda Sirojiddin aka, men razborchik emasman, ko'chadagi bir narsalarni hal qiladigan odam emasman. Bu narsani sud, prokuratura hal qiladi deb aytgan, qonun hal qiladi deb aytgan. Shunaqa ovozlar turibdi, lekin shunaqa bo'lsa-da ayblov qo'yilgan va 165 bilan sudga ish taqdim qilingan. Tergovda anaqa Jahongir bitta masalan endi rosani xafa bo'lgan, masalan bizda inson huquqlari degan narsalar bor-da, hozir mana sizlar hamma guvoh bo'lib turibdi. Sirojiddin o'zini o'zi himoya qilishga hech qanaqa nima imkoniyat berilmagan. Aytibdi, menga bir kun beringlar, men hammasini ko'rsatib beraman. Biz qayta videolar yaxshi nima qilgan, hammasi turibdi, taqdim qilishi mumkin, lekin unga imkoniyat berishmayapti. Menga shu sal aniq qilyapti-da. Shu o'rinda men qo'shimcha qilmoqchiman. Mana shu tergov jarayonida Sirojiddin Odilov o'zini telefonini so'ragan, kerakli hujjatlarni so'ragan, bularni yolg'on gapirayotganini shu joyda isbotlab beraman deganda ham ularga imkoniyat berilmagan. Birinchi telefon o'zi 1 oyda qaytarib berish kerak bo'lingan telefoni 3 oydan keyin birinchisi qaytarib berilyapti, ikkinchi telefon hali qo'liga qaytib berilmagan. Sirojiddin Odilovda hozirgi kunda o'zini o'zi himoya qilish uchun va har bitta odamni o'zini qayergadir nimadir qo'ygani bo'ladi, qayerdadir qanaqadir zapisi bo'ladi. Ya'ni liboy odam bu narsani tushunish kerakki, что
unga imkoniyat bersa, u o'zini kerak bo'lsa o'zi himoya qilib oladi. Mana bu 8 ta advokatsiz. Shart emas, to'g'ri. Lekin unga u imkoniyat berilmayapti. Tergov jarayonida ham berilmayapti. Aka bir minut. Huquqi bormidi, yo'qmidi shu? Huquqi bor. Huquqi bor. Nima advokatlar so'ramadi? Nimani? Shuni. Telefonlarini. Telefonlarni so'ragani bilan oddiy savolga javob bergisi kelmayapti odamlar. Ko'rdik, sud ko'rdik. Mana shu mana o'zim tahlil qilishim bo'yicha birinchi ukamga 211-modda hech qanaqa isbotlanmagan olib kirilgan, masalan, u ham huquqi bordir. Ikkinchi hech qanaqa nimasiz, tintuvga ruxsatsiz hamma joy tintuv qilingan. O'sha narsaga nima sababdan mana qonun hamma uchun barobar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari u qaysidir organ bo'lsin, vakolatli shaxs bo'lsin, oddiy fuqaro bo'lsin, hamma uchun qonun barobar degan joyda meni tushunmayotgan narsam ordersiz kirib tintuv o'tkazish. Ikkinchi masala, ana yerda oti nima edi? Pora berishga urinish degan statya bilan sanksiya qo'yilib, u statya birdaniga piq etib yo'q bo'lib qoldi-da, boshqa statya bilan shuni olib kirib qo'yishyapti. Qani bu yerda? To'g'ri narsa. Prosta men logichni fikrlaydigan bo'lsa, bilmayman bular nima qilishmoqchi bo'ldi. Pastarxonda Siroj akamga kimdir qasdi bormi yoki men unisini tushuna olmayman. O'sha hurmatli mana shu nima deydi, Oliy suddan mana shu tergov qilish jarayonidagi mas'ul insonlardan, shaxsan Ichki ishlar vazirimizdan mana shu jarayonlarni tekshirishga bizga yordam bersin. Bitta inson masalan xalq uchun yonib, mana ko'rdinglar, hamma kulvordi, qarsak chaldi, o'zini isbotlashga uringaniga bizga ko'mak berishinglar so'raymiz. Bizni kuchimiz yetmayapti. Biz masalan oddiy fuqaro boring. Mana hozir o'rnida Shuhrat bo'lishi mumkin, Jahongir bo'lishi mumkin, Sardor bo'lishi mumkin, Siroj kim bo'lsa bo'lsin, ularni ham boshqa qarshi jabrlanuvchi bilan meni tushunishimcha, men unaqa yuridik ma'lumotim yo'q, teng huquqi bo'lish kerak deb hisoblayman. Iltimos mana shuni tekshirish uchun o'sha nima qilishimiz kerak bo'lsa aytinglar, biz qilamiz. Nazoratga olishini xohlayman. Yo'q, mana bir narsa bordi. Bitta odam masalan olib ketildi. Uni olib ketgandan keyin u ichki ishlar ixtiyorida bo'ladi. Xohlaymizmi yo'qmi? Uni ixtiyorida bo'ladi. Endi uyga kelib, tintuv qilib, telefoni, shartnomalari, qog'ozi, hamma narsalarni olib ketildi. Endi hamma isbot, haligi odammi, hamma isbot dalili ichki ishlar qo'lida bo'ladimi? Bo'ladi. Endi ichkarida o'tirgan odamdan sen o'zingni oqlash uchun nima bor desa, u masalan shartnomam bor, uyda desa, uyda yo'q, olib ketishgan uni. Va videolarim bor, audiolarim bor, gaplashganim bor, mana bunaqa isbotim bor, qattasi telefonimda. Telefoni o'zida emas. Qani bu yerda unga o'zini oqlash uchun yaratilgan imkoniyat. Yo'q, nolga teng bo'lgan. Ana shuning uchun Sirojni akani hozir ayblab olib kirishgan. Mayli, biz hozir o'sha nima deydi, to'ydan oldin nog'ora chalmoqchi emasmiz. Biz hozir oxirgi sud hukmini kutamiz. Keyingi seshanba albatta muzokara bo'ladi. Muzokaradan keyin maslahatga sudga kiradi va undan keyin biz bor narsani borligicha yana aytamiz. Umidimiz bor. Biz sudlarni yo prokurorni ta'sirini o'tkazyapti degan ma'noda qanaqadir bir videoda tayinlab beramiz. Hech kim bunaqa fikrda emas. Hammamiz odilona, qonuniy, adolatli qaror chiqishini xohlaymiz. To'g'rimi? Masalan, bosim qilishni aytdi-yu, ayrimlarni internetda chiqarib, har xil narsani chaynayapti-yu, ularga yarashadi. Ularga yarashadi chaynash. Lekin biz bor narsani borligicha gapiryapmiz, bor narsani borligicha ko'rsatyapmiz. Agar sud zalida bo'layotgan gaplarni chiqib biz hozir aytayotganlarimizni orasida bitta yolg'oni bo'lsa, mana shuncha odam o'tiribdi. Aytsin, mana bu yerda Jahongir To'laganov noto'g'ri yolg'on gapirdi, yo Shuhrat Musayev, yo Otabek Jo'rayev, yo Sardor Sharof, xullas, mana shu yolg'on gapirdi bo'ladi. Sudda bunaqa narsa bo'lmaganda desin. Unaqa gap yo'q. Biz borini boricha aytamiz. Vaholanki sudda qatnashmagan, sudda bo'lmagan, mana shu holatdan umuman xabar yo'qlar chiqib og'ziga kelganini gapiryapti. Aslida shular noto'g'ri qilayotganini tushunsin odamlar. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz biz. O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz biz. Assalomu alaykum. Mana bugun navbatdagi Sirojiddin Odilov ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisida Sirojiddin Odilov so'roq berdi. Sud tergovini berdi. Ko'rsatmalarni berdi. Ko'rsatmalaridan keyin advokatlar, sudya, prokuror savollar berishdi. Bitta narsa, mana yana bir narsaga ubeditsiya qildimki, bu boshida oldingi safar intervyularimda birida aytgandimki, bu
ichki ishlar xodimlari, tergovchilar tergovni shundoq chala savodlik bilan olib borgan ekani ko'rinib turibdi degandim. Endi buni faqatgina chala savodlik bilan emas, целенаправленный Odilbekni tiqish uchun mana shuni tayyorlashgan bular. Uyushtirilgani ko'rinib turibdi. Buni haligi jabrlanuvchilarni bergan ko'rsatmalari bilan ularning so'zlashmalarini audio yozuvlari taqdim qilinganda teskariligi bu Odilovda haqiqatan целенаправленный uni o'tkazishga ichki ishlar harakat qilingani ko'rinib turibdi. Ayrim xodimlar. Ayrim xodimlarda endi tergovchilar, Pastarg'om xodimlari, Pastarg'ommi tergovchilari qachon yig'ishtirasanlar? Uyat. Qachon yig'ishtirasanlar? Afsus, uyat sanlarga, uyat. Uyat, haqiqatdan uyat. Boshqa gapim yo'q. Rahmat. Mana shu jumladan mana ijtimoiy tarmoq Facebook faoli mana Alijon aka ham kelganlar bugun. Keling Alijon aka. Keling Alijon aka, siz ham faolsiz. Juda nima deydi? Mayli, endi uni biz o'zimizga bir dushmanona qabul qilmaymiz. Tanqidli fikrlar bildirasiz bu faolligi nisbatan. Hozirgi mana Sirojin aka sudda qatnashib, eshitdingiz, guvoh bo'ldingiz. Nima deya olasiz? O'zingiz Endi fikringiz. avvalasi mushkuli oson bo'lsin bu odamni men misol uchun o'zini shaxsan tanimasam ham efirlarini ko'rardim. Bir vijdoni uyg'oq odam edi. Misol 1 million obunachi o'zidan o'zi kelmaydi. Demak, nimadir yaxshi tomoni bir savodi yo odamlarga foydasi tekkandir, mana shuncha odam qatnashyapti. Bitta men xafa bo'ladiganim endi uni ijtimoiy xafa unaqa darajada emas edi, ochiqdan qatnasa ham bo'lardi yo, past mana garovga pul qo'yib nima ham qilsa bo'lardi. Xudoga shukr ko'rinishi yomonmiz ekan, yaxshi ekan, lekin yo qonunchiligimizda bo'shliq bormi, nima men tushunmadim. Buni bir aniq ramkaga solish kerak. Sirojiddinni oldin ko'rmagani uchun shunaqa Ha, deyapsiz-da, ahvoli ko'rmish. yaxshiga. Sirojiddin bir 20 yilga qarib ketdi. Iloyim Oldin yaxshi mana bo'lsin. bir kech Iloyim yaxshi bo'lsin, hech kim yomonlik qilmaydi. Hozir endi oxiriga qoldi, menimcha keyingi sud. Yo, sud jarayonida aybga qo'yilgan masala bo'yicha mana 165 ta audio qo'yib berilyapti Sirojin aka tomonidan. Eshitdingizmi siz ham? Men va'da bermayman, men xalqqa bermayman degan gaplar. Hayron qoldim, hammasi ishi bitganiga rahmat aytgan odamlar keyinchalik o'sha 4 million 2 yil, 3 yildan keyin yozuv. talab qilishi meni o'zimda taxminimda endi aniq nima qila olmayman, kimnidir kattaroq odam dumini bosib olgan deb o'ylayapman. Bu narsalar juda mayda shuda ishlar deb o'ylayapman men. Hoy, mana shu gapni gapira olasizmi, yo'qmi deb kutdim. Do'stlar, Sirojiddin akani, Sirojiddin Odilovni sudlari endi keyingi hafta seshanba kuni bo'ladi va albatta tirik bo'lsak, mana shunaqangi bir qanaqangi narsalar uyushtirib bizni ham qamab qo'ymasa albatta kelamiz va bu holatlarni yoritamiz. Bu narsalar bilasizmi nimadan darak beradi? Bu narsalar barchasi qonunni agar kimdir xohlasa xohlagancha o'ynatib, xohlagan odamni hattoki menda shaxsan bu meni shaxsiy fikrim javobgarligi tortmaysizlar deb o'ylayman. Mana bu stalbani ham modda qo'yib olib kira oladi degan bir fikr shakllantiryapti va bu jamiyatda juda ham qo'rqinchli holat va buni men ochiqdan ochiq aytaman, o'rmon qonuniga o'xshataman. Aynan shu holatlarni, shu bo'layotgan vaziyatlarni. O'ylaymizki, davlat rahbari adolatlilar, mana ko'p sudlarda qatnashyapmiz, sudyalar o'zini mustaqilligini yanada ko'ryapmiz. Oxirgi vaqtlarda to'g'risi umuman yana faxrlanib ketyapmiz sudyalarni qilayotgan ishlaridan qatnashib, oldingidan o'zgarishlar bo'lyapti. Mana kecha Nurafshon shahar sudida qatnashdik. Jinoyat ishlari bo'yicha men sudyani haqiqatan pozitsiyasiga besh ketyapman. Mana bu yerda ham, boshqa sudlarda ham pozitsiyalarga gap yo'q. Lekin sudyani, men yana aytaman, oldingi efirlarimda ham aytganman. Sudyani faqat bizga chiroyli pozitsiyasi kerak emas. Adolatli hukm, adolatli qaror kerak va uni biz agar ko'rsak albatta uni ham xabarini beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va yurtboshimiz va ularni oldilarida yelkama-yelka turgan yaxshi rahbarlar umri uzoq bo'lsin va mana bunaqangi holatlarda o'ylaymizki yordam berishadi. Yaxshilik ko'rishlik. Rahmat. Suhbatdek oxirgi fikringiz bormi? Endi men bu ish bo'yicha baribir bitta narsani aytaman, ozgina nazorat kerak deb o'ylayman. Chunki menimcha sudya ham bir kunlik sudya emas, prokuror ham bir kunlik prokuror emas. Ko'rib turibdi, tajribasi katta prokuror sudyalar olib boryapti va jarayonni ko'rib turgan holatda misol oddiy o'sha cheklovni olib tashlash masalasidagi so'rovimizga misol o'tgan safar yo'q deyishdi, bu safar ham keyingi safar ko'ramiz deyishyapti. Men shu narsaga tushunmayman. Misol logik fikr qilib bu narsani isbotini boshqasini ko'radigan bo'lsanglar nima qilishyapti men tushunmayman.
kulgili holat. kulgili holat, boshqa hech narsa emas. Dalil bor, isbot bor, hamma narsa bor. Mayli deb yana depozitga yana pulligini ham qo'yib bergan. Ani minnatdor bo'lib, rahmat, ishim bitdi, Alloh rozi bo'lsin deb turgan odamlarni puli ham qaytarib qo'yib qo'yilganda depozitga. U murojaatni o'rganish uchun qilingan xarajatlar bor. U bechora yonidan qilish kerak. U Uning narsa inobatga ham olmagan. anaqimaydi. Shuning uchun ana oti nima edi? Qolgan blogerlarga ham tavsiya o'rtoqlar. Mabodo murojaatga boradigan bo'lsanglar, pul olmanglar. Pul olsanglar ham audio zapis, video zapis, shartnoma, 6 ta guvoh bilan yana imzolarini qo'ydirib pul olinglar. Yo, u shunaqa isrochida hammasi bor. Va hammasi bor. Qolgan blogerlarga ham ogohlantirish. Qolgan blogerlarga ogohlantirish qilyapman-da. To'g'ri. Jahongir aka. Hozirgi audio zapis. pul oldi desa ham jinoyat bo'lib qolyapti. Ha, o'shani aytayapman-da. Endi bu yerda hozir sud protsessida bu narsa ko'riladi, Oybek aka. Buni hozir Siroch akam aybdor degan yoki boshqa degan narsa yo'q. Lekin fakt nimada? Juda ko'p holatlar bo'yicha audio zapislarimiz ularni yolg'on ko'rsatma bergani ham, yolg'on ma'lumot bergani ham, tuhmat qilayotgani ham ko'rsatib turibdi. Aynan o'sha sudda ogohlantirilgan bo'ladi. Yolg'on ko'rsatma bersa jinoyat 238-240-moddalar bilan mana shu moddalar nimagadir ishlamaydi. Demak, ko'p e'tibor qilaman. Mana shu 238 ogohlantiraveradi. Sud jarayonida ani yolg'on gapirayotgani fakti bilan isbotini ham topadi, lekin nimagadir ularga jinoyat ish qo'zg'atilmaydi. Aynan shu holatda jabrlanuvchiman deb yolg'on ko'rsatma berayotgan odamlarga nisbatan mana fakt dalillari bor. Marhamat qilib, men o'ylaymanki, sudda ajrim chiqaradi va ular o'zlari jinoiy javobgarlikka tortiladi degan katta ishonch, katta umidimiz bor. Bu 238-240-modda faqat qog'ozga qo'l qo'yish uchun emas, amaliyotda ishlash uchun bizga kerak. Agar ishlasagina biz uchun u qonun biz uchun u hurmatli bo'ladi. Va shuni ishlatadigan mas'ullar va biz o'ylaymizki, bugun mana shu sudlar yakunida ishlatishadi, buni ko'ramiz va buni biz e'tiboringizga havola qilamiz. Men shu gapingizdan kelib chiqib aytamanki, masalan, men shu oilaning a'zosiman. Men bularni, meni ota-onam o'tib ketishganda. Sarvar opa, ruxsat bersiz, bitta tanishtirib oling. Qarang, o'tib ketishgan, ota-onam o'tib ketgan Sirojiddin Odilovni men opasi bo'laman. Lekin men shunaqa aytaman murojaatchilarga, iltimos, kelib mana depozitga qo'yganmiz, pulinglarni olinglar. O'sha tergovchiga ham aytaman, ukamni tergov qilgan odamiga ham bizni hech qanaqa nimamiz yo'q. Mayli, nima deydi? Hech qanaqa da'voyimiz yo'q. Yetarki, meni ukam qo'yib yuboringlar, iltimos. Chunki bu bola rostdan ham nima deydi? Rostdan ham yaxshi ko'rardi xalqini. Men har doim unga senganman. Nimaga buni o'sha eng birinchi arizachi opani ham kechalari telefon qilgan, kunduz uxlayotganda telefon qilgan, ana o gaplarini ham eshitdilar. Oxiri rahmat aytgan. Mana men Qur'on o'qiyman. Men umralarga borganman, sizni duo qilaman degan va hozir umuman boshqachasini eshitib turibmiz. Mayli, o'sha arizachilar olinglar, o'sha depozitga qo'yib qo'yganmiz pullarini. Biz hech kimdan e'tirozimiz yo'q. Hech kimga da'vo ham qilmaymiz. O'sha moddalar bilan mana ukamning nomidan, butun oilamiz nomidan so'z beraman. Mana shu yerda faqat men ukam chiqib ketsa bo'ldi. Albatta sud hukmi bilan oqlanadilar degan umidimiz bor, chunki sud prosesslarini barchamiz ko'rib turibmiz. Endi biz sudga ta'sir qilmoqchi emasmiz, bu gaplarni ishlatmoqchi emas edim. Opalardan keyin o'sha hozir yig'ilib yordilar. Sarvar opa o'zi oldin qo'shiqchi bo'lganlar, ko'pchilik taniydi. Juda mashhur bo'lganlar, hozir ham ko'pchilik taniydi, mashhurlar. Sirojiddin Odilovni o'sha radnoy ota-ona. Xullas, oddiyroq qilib aytganda, Sirojiddin aka proses tugagandan keyin birovga da'vo qilish niyati yo'q. Masjiddan chiqib oilamga, bola chaqamni oldiga borsam bo'ldi degan da'vo bilan o'tiribdilar. Va menimcha bir insonni qanday tushuntirsam ekan, shuncha qilayotgan mehnati, to'g'ri, kimgadir ana foydasi tegmagandir, lekin juda ko'p odamga foydasi teganini ham hisobga olish kerak. Hech kim hozirgi kunda prosta takka yurib bir nima qilib berayotgani ham yo'q. Bunda olib qarasak, aka uka bilan qanaqa munosabat qilayotganini ham ko'ramiz va holatdan kelib chiqib o'zlarini ham gaplarini mana men yetkazib qo'yish niyatida aytayapman. Siroj aka hech kimga da'vo qilish niyati yo'q. Endi men prosta bu yerda aytayotgan narsam noto'g'ri-da, baribir. Bir insonni bunaqa darajada sindirish noto'g'ri. Demak, fikri borlar. G'ayratga fikringiz bormi? Siz Otabekka fikr bildirmaysizmi? Men fikr bildirmayman.
yana ana haromilar bir narsa. Haromilarga qarshi kurashmaydi. E'tibor qilmang ularga. Endi men fikr bildiradigan bo'lsam bir qisqachagina bildirib o'taman. 29-moddaga asosan o'zimni bir erkin, bir fuqarolik, bir pozitsiya bilan kelib chiqib bir fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam agar, endi biz hozir mana Sirojiddin Odilovning sudlariga o'sha mana boshidan boshlab qatnashib kelyapmiz. Hamma jarayonni guvohi bo'lib kelyapmiz. O'sha boyagi aytganingizdek, mana Shuhrat, siz bular ta'kidlagandek biror bir o'sha oddiy bir haligi yuridik jihatdan ilmimizga unaqa bo'lmasa ham shu narsani tushunib bilamizki, Sirojiddin Odilovga bir qanaqadir bir nima deydi, dehqonchasiga pichoqqa ilinadigan bir ayib bo'lganini biz ko'rmadik. Biz nafaqat bitta Sirojiddin Odilovni ketidan shuncha kishi ovoramiz, uni butun mana hali davlat, bu ichki ishlar, bu konvoy olib boradi, olib keladi, hammasi rasxod, xarajat. Endi bir kishini borki yomon desak yomon bo'lib ketaveradi-da, uni yaxshi tomonlarini ham bir ko'rishimiz kerak. Men Sirojiddin Odilovni shu paytgacha men oldingi jarayonda ham bir aytdim. Endi o'zimni haligi bir his tuyg'um bilan emas bu, obshi mana shu miyamni ozgina ishlatib fuqarolik jihatdan 100% ishonib aytaman, shu insonni aybi yo'q dedim. Men o'sha pozitsiyamni, o'sha gapimga bokib turaman. Bundan keyingi navbat endi mana Otabek Hamidov ham ichkarida turibdilar. Shu kishiga ham bokib bir e'tibor qaratishlarini biz so'rardik. Hech shu paytgacha yashab, u kishini olib borgan o'sha tashviqotlarini, xalq uchun olib borgan xizmatlari ichida biror marotaba men bir negativ, bir yomon holatni qanaqadir bir xalq dushmani deyishadimi, bu bir provokator deyishadimi, o'shanaqangi holatlarni men ko'rmaganman. Shu ichki ishlar xodimlariga ham, mana shu sud tizimidagilarga ham hammalariga shu bir adolatli ish ko'rishlarini so'rardik. Mana Sirojiddin akani ham hozir oilalarini, bolalarini har safar ko'raman, yig'lab, yig'i holatda borki qaytishadi. Hammamizda ham bola chaqamiz bor, hammamizda ham qora ko'zlarimiz bor. Ikki dunyoda barchamizni yuzimiz yorug', martabamizni ulug' qilib, kelasi safarda shu Sirojiddin akani ham bir ozodlikka chiqib ketishini bir tarafdoriman. Rahmat. Kelganlar uchun hammaga tashakkur. Jahongir aka shu insonni ham fikrlar bor ekan. Mana juda ko'p narsalar fikrda, ayniqsa shuhratlar nimalar. Haqiqatan mana biz duoda bo'lib necha marta qatnashgan bo'lsak ham, oxirgisidan kelib turib bir narsa aytmasak bo'lmaydigan darajaga keldik. O'sha aytadigan bittasi huquqiy himoya imkoniyati cheklab, yana tomoshabin bo'lib turganiga sudlarga nisbatan ishonch kamayadi, nima qilmaydi. Bu o'zini himoya qilish huquqidan kim nima bo'ladi? Kim nima qilinadi? Cheklanadi. Faqat sudlangan odam o'sha nimada bo'ladi. Axir bu o'zini himoya qilish imkoniyatidan butunlay cheklash. Shuhratni aytyapti. Axir shunchalik nima qilishga unga imkoniyat berishning iloji yo'qmi desa, shunday bo'lib chiqib ketdi. Asli o'zi qonun himoyachisi prokuratura, sud emas. Prokuratura bu qonun himoyachisi. Qayerda qonun buzilsa, o'sha bong urish kerak. O'sha nima qilish kerak? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir men nazarimda shu ezgulik bilan yovuzlik, yaxshilik bilan yomonlik hozir shunday to'qnashga kelgan joy. Ana endi ezgulik bilan boyagi yaxshilikka xalq befarq bo'lsa, atrofdagilarga bilasizmi, ko'p befarq bo'lmaydi. Befarq bo'lsa, hammani sho'r qilmaydi. Befarq bo'lmash kerak atrofdagilarga. Endi duoda bo'lamiz endi. Nima bo'lsa ham duoda bo'lamiz. Nima bersin. Lekin qonunlarimizni juda ham bo'sh tomonlari, xom tomonlari juda ham ko'p. Uni o'tirib ishlaydigan qonunshunoslar, akademik deganlar bo'ladi. Ularning biron bir ishi mana shulardan kelib turib bir xil qonunlarimiz bir-biriga teskari ishlaydi. Bir-birlari qovushib ketgan. Menimcha bora mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar ham ijtimoiy tarmoqda katta amaldorlarni ham qilmishi haqida chiqyapti. Mana ularni o'sha olib kirib qo'yishganligi haqida informatsiyalar chiqyapti. Menimcha O'zbekiston ham sekin-sekin o'sha Yevropa darajasidagi qonunni ta'minlash harakatida ketyapti. Endi mana 5 qo'l baravar emas-ku. Har bir tizimda o'zini yaxshisi, o'zini yomoni bo'ladi. U ichki ishlar bo'lsin, u prokuratura bo'lsin, u tizim, u oddiy
sud tizimi bo'lsin yoki oddiy xalq bo'lsin. Hammani orasida yaxshi yomoni Yo'q, bo'ladi. men aytadigan Ha, joyim demoqchi bo'lganim, menimcha sekin-sekin o'sha narsaga boramiz va bu ketishda mana shu sud tizimi yoki har bitta ayblanayotgan shaxs o'zini himoya qilish imkoniyatlari va ho'kizolari bo'yicha ham qanaqadir nazoratni kuchaytirib bersa, menimcha yana ham yaxshi bo'ladi. mutlaqo to'g'ri. Shu befarq bo'lmas kerak. Shu. Mana shu 30 million aholi atrofga aylanib yurish kerak. Atrofga nazar solish kerak, lekin befarq bo'lmas kerak. Faqat boshiga tushganda Ha, ana e'tibor shunday bo'lmas qaratmasdan, kerak. unga Shunday. boshqa holatlarga ham e'tiborli bo'lish E'tibor kerak. berish kerak. E'tibor berish. O'zbekistonda o'zi 38 million aholi bor. Lekin mana shu nohaqlarni, adolatsizliklarni ko'tarayotgan barmoq bilan sanoqli blogerlar bor-da, ko'p emas ular. Lekin o'shani ham bittasini men bugun tiqib qo'ygan. Men misol uchun Sirojiddinni bunaqa ish qilganiga men ishonmayman. Chunki men eng og'ir qiyin vaziyatimda mana shu yigit men kunimda yaragan. Bo'lmasa menga og'ayni emas, qarindosh emas. Tanimayman. Katta pulni talab qilgan bilan qo'rqitgan bilan sizni Yo'q. U umuman bo'lmagan. Men shuni eshitib hayron bo'lib, mana sudini qoldirmay qatnashib kelyapman. Mana oilam turibman. Mana shu oilamni qishda eng 17 grad sovuqda ko'chada qolib ketgan paytda kvartiraga joylashtirib kelgan mana shu. videolaringlarni chiqaruvdilar, podvolda bo'lganmi deydilar? Yo'q, u boshqa. u boshqa u. Menikini uspet qilmadi chiqarish. Lekin chiqarmoqchi edi. Ha, yordam berishga borgan. Lekin iqtisodiy tomondan yordam berdi. Kvartira pullarini to'lab berdi. Yonlaridan. Yonlaridan qildi. Mana shu, lekin hech qayerda aytmagan bu gapni. Sirojiddin aytmagan. Hozir ham sudda aytsa bo'ladi. Yordam qilganlarim bor. Mana o'tiribdi. Hozir ham aytgan. Uni vijdoni qo'ymayapti shu narsani aytishga. Men qo'l ko'taryapman. Ayting, yaxshi tomonlarni ayting deyapman, aytmayapti. Bu vijdonli yigit. Uni rishotkani ichida o'tirishi noto'g'ri. O'ylayman, mana sud prokurorlarimiz ham yaxshi olib boryapti. O'zim bir huquqiy savodxonlikka ega emasman. Oddiy aravakash yigitman. Lekin ko'zimdan ko'rganim, o'zimning fikrim umid bag'ishlab mana shu chiqarib yuboradi degan. Boyagi gaplaringizga qo'shilamiz. 38 million aholi bo'lsa, barmoq bilan sanoqli o'zi haqiqatni aytadigan blogerlar, ularni joyi bugun rishotkada emas. Bugun men haqiqatni rishotkada ko'rdim. Adolatni rishotkada, vijdonni rishotkada ko'rdim. Bu yigitning joyi rishotka emas. Bu meni fikrim. Qo'llab turishimiz kerak, og'aynilar. Yana bir qisqacha fikrim, mana prezidentimizni bir so'zlarini men endi o'z ko'zim bilan, o'z quloqim bilan eshitganman, o'sha televideniya orqali. Mana matbuotdagilar, jurnalistlar, blogerlar, faollar hammalaring meni himoyam ostidasizlar. Tanqid bormi? Asosiy tanqid, jo'yali tanqid bo'ladigan bo'lsa, yuzasidan rasmi bilan o'sha qo'pol qilib aytganga basharasi bilan chiqarib turib ko'rsatinglar, faqat lekin u tanqid jo'yali bo'lsin deganlar. Lekin mana shu asnoga shu fikrdan kelib chiqib, men shu narsani bir iltimos qilardimki, mana shu keyingi paytlarda mana shu huquq faollari, jurnalist, blogerlarga qarata o'ta qanaqadir bir ko'rinmas bosimlar juda ko'payib ketdi. Mana ijtimoiy tarmoqlardan ham ko'ramiz. Keyingi navbat sanga, keyingi navbat sanga, keyingi navbat palonchiga, chilonchiga xuddi mana shunaqangi qilib qanaqangidir bir ko'rinmas kuchlar tomonidan mana shunaqangi qo'rquv bir bosimlar bo'lib boryapti. Mana shu tomonlariga ham endi mana shu ichki ishlar tomonidanmi yoki o'sha huquqni bir muhofaza qiluvchi tomonidan bilmayman kim nazorat qiladi buni. Shu narsani bir nazorat qilishlarini ham so'ragan bo'lardim. Endi haligi salgina qo'polroq ohangga bo'lsa ham aytaman, men ham shu keyingi navbat Jahongir To'laganovga bo'lishligidan men cho'chiyapman. Qanaqadir shunaqangi narsalarga borki, meni xavfim bor. Chunki o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi bir fikrlarni eshitib, erkini xolis, noxolis fikrlarni eshitib, shunaqangi bir anaqalarim, bir gumonlarim borda. Endi oxirgi iltimosim iltimos qilgan bo'lardim. Mana shunaqangi holatlarga ham bir e'tibor berishliklarini, mana kelajakda mana bu yoshlarga o'xshagan mana bolalarimiz bir yetim bo'lib, otasiz yo onasiz o'sha kimlarnidir qanaqangidir bir provokatsiyalari bilan, haligi bir tuhmati shaltoq narsalari bilan mana shunaqangi holatlar yana qayta takrorlanmasligini so'rab qolgan bo'lardim. Endi mana Shuhrat Musayev bilan mana bitta qatorda turibmiz. Bu bilan albatta hammamiz bitta joyiga turganimizdan borki men faxrlanaman. Bu yigitni ham borki men azaldan o'zi muxlisi bo'lganman. Endi mana domla Abror Muxtor Aliyni ham muxlisi bo'lganman.
endi qanaqadir bitta holatlar bo'lib o'rtaga bir qanaqadir provokatsiyalar bo'ldimi, kimdir noto'g'ri tushundimi, biz to'g'ri qildikmi, noto'g'ri qildikmi? Endi mana shunaqangi narsalarga biz barham berishimiz kerak. O'zbekistonda 180 dan ziyod millat elat vakillari yashar ekanda, faqat qayerga qarasam Jahongir aka shu fitna, fasod, ya ayniqsa ham bu-ku boshqa millatni ko'p uchratmaysiz. O'zbeklar bir-birimizni mana shunday cho'ktirishga harakat qilyapmizmi bilmayman. Meni nazarimda yo shunaqami, mana shunaqangi holatlar bir ko'payib ketganday. Endi uzr, men ancha ko'p gapirib yubordim. Aka, fikringiz bormi? O'tdan beri qarab turibsiz, nimadir demoqchisiz. Men shu hozir mediani suhbatda qatnashdim. Tomoshabin sifatida bir narsaga urg'u berdim. Shu sudlar yoki tergovda bitta narsa olib ketyapti. 22-yilda bo'lgan voqea, 24-yilda voqea, 2 yil, 3 yil oldingi voqea. shunga hayron qilyapman. Nimaga bu 1 oy oldingi bo'lmagan, 10 kun oldingi bo'lmagan, mayli 6 oy oldingi bo'lmagan, qayerda 3,5 yil oldingi bo'lgan voqealarga da'vo arizasi kirib, bu qanday bu, men tushunmadim mana shu yerga. Nima bu odam yo komaga tushib 3,5 yildan keyin uyg'onib keyin ariza berganmi? Men shu narsalar urg'u bermadim. Nima uchun oxirigacha surishtirmagan? Nimaga o'sha jabrlanuvchilardan savol bermadi, siz nima uchun 6 oy oldin ariza bermagansiz? Nima uchun shuncha vaqt o'tib mana shu da'vo arizangizni endi beryapsiz? Unaqa deb qarang, unaqa savol berish kerak bo'lgan odamlarni o'zi yozilgan bo'lishi ham mumkin arizani. Bizda uni isbot dalillari bor. Murojaat qilib, "Ke ariza ber palonchining ustidan, hattoki meni ham ustimdan Jahongir to'laganim ustidan ariza ber" degan isbot dalillari, audiolari turibdi. Faqat biz uni e'lon qilmayapmiz xolos. Nima uchun? Masalan, 4 ta 5 ta shunaqa xodimlarni deb butun ichki ishlar tizimiga minus keltirmaylik, ularning obro'sini to'kmaylik degan maqsadda qo'ymayapmiz. Hozir biz uni qo'ysak, odamlar butun ichki ishlarga qarab baho beraveradi-da. Shu taraf ham o'zi noto'g'ri. Aslida unaqa baho berilishi, endi shu videodagi holat bo'yicha baho berish kerak deb o'ylayman. Bizdagi jamiyat baribir butun tizimga qarab baho berib yuborganligi sababli biz unaqa narsalarni qo'ymaymiz, balki saqlab yuramiz. Kerak bo'lsa qo'yamiz deb. Siz tushundingmi? Shu 3 yil, 2,5 yil, 3,5 yildan keyin murojaat bo'lyapti. Shuni meni hayronman, u odam qachon nima qilgan rasmi yo boshqa ko'chib kelganmi? Nima uchun 1 oy oldin bermagan, 2 oydan keyin bermagan, 3,5 yil bu yangi chaqaloq bo'lsa, u 3,5 ga kiradi, o'sha bog'chaga boradigan bola bo'ladi. O'shani men tushunmadim. 22-yil deyapti, 24-yildagi da'vo bo'lgan voqealarga bu muddati bo'lmaydi, bu narsalar bo'ladigan voqealarni. Men shunga umuman e'tibor berdim. Hayron qoldim shu. Qanday bu da'vo arizani olgan, yo'ni o'qigan. Men o'zim endi uni qani sudda oxirida sud qanaqa baho beradi, shunga qarab turib bu savollarga biz javob topamiz. Agar to'g'ri javob topsak, xursand bo'lamiz, noto'g'ri bo'lsa uni aytamiz. Shu bilan efirni tugatamiz, cho'zilib ketdi. Yana bir narsani aytib ketmoqchi edim. Shuhrat Musayev bilan biz oldin ijtimoiy tarmoqlar orqali tortishgan bo'lishimiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana Sirojnagan sudda ko'rishib, yana undan oldin ham ko'rishib gaplashganmiz. Biz erkaklar shunaqa bo'lamiz. Biz tortishamiz, boshqa bo'ladi, lekin to'g'ri ish qilayotganda bir-birimizni kerak bo'lsa qo'llaymiz. Biz ijtimoiy tarmoq faollarimiz. Masalan, Shuhrat Musayevni menga paxta qo'yishi ham kerak emas. Men ham paxta qo'ymayman hech kimga. U ataylab chiqib, qanaqadir bir narsalarni yozib, gijgijlab, unaqa provokatsiya qilayotganlar, u provokatsiya shaxsan men o'zimning nomimdan javob beraman, menga o'tmaydi. Agar biz Shuhrat Musayev bilan tortishib urushimiz kimgadir mazza bo'lsa, kimdir shuni xohlasa, kimdir shuni aniq qilsa, balkim kuting kelajakda bo'lib qoladi. Sizni shunaqa g'arraz niyatingiz. Avvalambor men urush janjallarga, ko'chada ko'rishib olib, razborlarga qarshiman, fikrimni chiqib aytaman. Masalan, men hech qanaqa o'tgan safar Shuhrat Musayev kimgadir paxta qo'yganini ko'rmadim. Va endi ataylabdan shu chesga tegadigan gaplar bilan yana bir baraka topkurlar, bu dunyo o'tkinchi dunyo. Keling, agar men kechgan meni do'stim bo'lmasangiz, men sizga qo'l berishga tayyorman. Keling, do'stlashaveramiz. Bizga do'st kerak, dushman emas. Va biz ota-bobolarimiz kim bo'lgan va bugun sizni qilayotgan ishingiz qaysi ota-boboyingizga, qaysi bugun o'sha millatga to'g'ri keladi, men uni tushunmayman. Shuhratbek, men siz bilan yana ko'rishib, yana mana shu
mana man paxta qo'yib olmay kerak bo'lsa, agar shunaqa baho bersa, xursandman. Gap yo'q. Agar Alloh saqlasin, qanaqadir masalan yordam Mana qarang, Jahongir aka, bitta narsani konkretni aytish kerak-da. Biz avvalambor mustaqil insonlarmiz. Конечно. Siz ham mana. Конечно. O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz. Siz ma'lum bir ishda, ma'lum bir pozitsiyada turishingiz mumkin. To'g'ri. Ma'lum bir ishda men ma'lum bir pozitsiyada turishim mumkin. To'g'ri. U sizni xohishingiz, bu meni xohishim. Albatta. Bu degani biz siz bilan har kuni urushib yurishimiz yoki kim bilandir anetda so'la-sol qilib yurishimiz kerak degani emas. Sirojiddin mediani ishi bo'yicha meni pozitsiyam shu, sizni ham pozitsiyangiz shu. Pozitsiya to'g'ri kelyapti, ortiqcha muammo yo'q. Inson men bu yerda kelib chiroyli muomala qilsa, men qanaqa molga o'xshab muomala qilaman? Bu yerda shuncha yosh katta insonlar turibdi atrofda, shuncha ko'z turibdi. Nima da'vo qilaman hozir bu yerda? Hech qanaqa da'vo qila olmayman. Yo'q, misol mana G'ayrat aka masalasida ham. G'ayrat akaga keldim o'sha kuni, G'ayrat aka birinchi kelgan kuni nima qildim? Yelkangizdan o'sha qancha chekkaga ketdik aka, o'limigacha urushamiz dedimmi? Dedimmi? Ha. Endi nima qilishim kerak edi hozir? Men chekkaga o'tib G'ayrat akam bilan urushim kerak edi, oldida kichkina bolasi turibdi. To'g'rimi Oyisha? Bollarni qo'yib. Yo'q, Oyisha sirazu menga ani boshqacha bo'ldi. To'g'rimi Oyisha? Demoqchi bo'lganim, bu yerda nima demoqman? Misol men G'ayrat akam bilan gaplashdim. Ichkarida kerak bo'lsa tortishdigan bir ikkita masalalar bo'yicha. Bularni gapirgan gapi bor menga, meni gapirgan gapim bor. Endi hamma narsaga biz yillar davomida bir-birimizni otolmay, ko'rolmay yursak bo'lmay qoladi degan maqsadda chiroyli munosabat qilindi. Ya'ni ikki taraf ham sekin bundoq ana cho'g'ini tushirdi-da, chiroyli murosaga kelindi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Kimdir orqadan nima deydi, nima qo'yadi, u ularning ishi. Har bir inson mustaqil inson, o'zini fikri, o'zini dunyoqarashi, o'zini shaxsiy bir ana tushunchasi bo'ladi. Va men bu yerda kimgadir paxta qo'yish uchun yoki kim bilandir og'iz burun o'pish uchun kelganim yo'q. Men bu yerda birinchi o'rinda Sirojiddin media, meni qo'shnim, ikkinchi o'rinda menga shogird bo'lgan inson, uchinchi o'rinda bitta mahallada katta bo'lganman. Va to'rtinchi o'rinda yaxshi insonligini bilganim uchun kelib turibman. Vaqtni ham ajratib, kunni ham ajratib boshqa qilaman. Bu yerdagi menimcha hech qaysi bloger hech kimdan pul olayotgani yo'q. Men misol hech kimdan pul olayotgan, sizcha G'ayratga pul oldingizmi kimdan kelganingizga? Yaxshi savol. To'g'risini ayting. Kimdan pul olamiz? Shunaqa deyotganlar ham bo'lyapti-da, bular pul olib kelyapti degan gap ham bo'lyapti. Shunaqa, kommentariyalarga shunaqa narsalar ham bor. Bir eshitdim lekin, gapirayotganlarni ham eshitdim. O'shanaqangi insonlar borki, eng fisqi fasod, pastkash insonlar. O'sha yuragida, manetida ozgina bo'lsa ham, balki tirnoqcha bo'lsa ham insoniyligi yo'q. O'shanaqangi pastkash insonlar deb hisoblaymiz. Unaqalarni fikrlariga quloq ham solib o'tirmaymiz. Kim bizani moliyalashtiradi, kim pul beradi, kim boshqa biza faqat haqiqat uchun kelamiz. Iminni men masalan mana shunaqangi narsalar, nohaqliklar, mana shunaqangi bir qanaqangidir ko'zga ko'rinmas bosimlar meni boshimdan bo'lib o'tdi. Kim yaradi? Mana shunaqangi xalq yaradi o'sha kunimga. Men to'g'risi men ichkariga bir 20 yilga kirib ketgan bo'lardim, tuxmat shaltoq bilan. Mana shu jamoatchilik, mana shu faollar, mana shu qonun ishladi. Qonun haqiqiy bir ishladida meni qutqarib qoldi o'sha yerdan. Endi o'shanaqa ekan, ras kelamizda necha marotaba bo'lsa kelamiz. Xudo xolasa hali Otabek Hamidovni ham ketilaridan qatnaymiz, yuguramiz. Endi hozirgi oxirgi gapim betdagi bu sud, ichki ishlar organlariga bir qonun oldida javob berishimiz bu hech narsa emas. Hali inshaalloh shu oxiratda buni hamma savol javobi bo'lar ekanda. Biz o'sha oxiratga yaqinlashib qoldik. Yoshimiz qancha 50 dan o'tib qoldi hozir. Endi Alloh o'zi biladi kimni jonini qachon olishiyu, lekin oxiratda eng kechirilmaydigan bitta gunoh bor ekan Jahongir aka, banda bilan bandani o'rtasidagi haqqi. Mana birovga haq tuhmat qiladimi? Mana shuncha kishini borki, oray sarson qilib yuribdimi? Mana Sirojiddin Odilov necha oydan buyon nohaqdan ichkarida, endi buni oxirida haqmi, nohaqmi, maylim qonun, mana adolatli sudyalarimiz buni ochiqlab berishadi. Endi nima demoqchiman? Endi mana Shuhratboy bo'ladimi? Siz bo'lasizmi? Mana domlamiz, mana Abror Muxtor Ali ham bor. Hammamiz menimcha bir bo'lishimiz kerak, maqsad bitta bo'lgandan keyin endi fikrlar to'qnashuv bo'laveradi. Yana keyin endi bungacha ani o'tirib olib bir-biriga bir narsa befoyda narsa, pastkashlik. Do'stlar, shu bilan efir yakunlaymiz. Sirojiddin Odilovni
duo qilib qo'yasiz. Keyingi hafta seshanba kuni oxirgi sud qarorga keladigan kun o'ylaymizki, adolatli qonun ustuvorligi ta'minlangan juda bir O'zbekistonda sudni sud ekanligini, uni mustaqil ekanligini ko'rsatadigan hukm bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz Shuhrat Musayev bilan balkim yana aktaginlarga chiqib qolamiz. Soatini hali yetmadi menimcha. Ya aytdilar. Ha, keyingi hafta seshanba kuni, xudo xolasa 15:00 da deb aytildi. 15:00 da. Undan tashqari yana bitta narsa aytmoqchiman. Daji kerak bo'lsa, mana bugun yangi advokat qo'shildi. Ya'ni advokatlar soni ham ko'paydi. Bepulga kelyapti advokat. O'zlari xohishi bilan. Shuning uchun men nima deb qolaman? Avvalambor hamma kim harakat qilayotgan bo'lsa, hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Va Sirojiddin mediani, ya'ni Sirojiddin akamni oilasiga sabr tilab turamiz. Xudo xolasa ozgina qoldi. Barra bizniki. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar do'stlar, duo qilib qo'yasiz. Shuhrat, mana sizga beriladigan savol borda. Mana internet ijtimoiy tarmoqdan kecha mana siz bilan qilingan zaps chiqib ketdi. Gaplashib